Assalomu alaykum. Bugungi darslikda sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi darsimizning mavzusi qanday qilib oddiy ustadan moliyaviy erkin tadbirkor ustaga aylanish va qanday qilib kuchli jamoa qurish haqida bo'ladi. Ismim Timur, RTK Group kompaniyasi va super mutaxassis santexnik maktabining asoschisiman. Kompaniyamizda hozirda 40 dan ortiq xodimlar ishlashadi, ya'ni santexnik xodimlar ishlashadi. Maktabimizda esa har 2 oyda 30 dan ortiq xalqaro moliyaviy erkin tadbirkor santexniklar yetib chiqadi. O'rtoqlar, bugungi mavzuga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi mavzumiz eng birinchisi shaxsiy rivojlanish. Undan keyin moliyaviy savodxonlik. Undan keyin mijozlaringiz uchun unikal taklif yaratish. Ana undan keyin kuchli jamoa qurish. Bu berilayotgan mavzular hayotingizni o'zgartirishning eng asosiy mavzular hisoblanadi. Ana endi agar shaxsiy rivojlanishga to'xtaladigan bo'lsak, qisqacha har qanday sohada siz muvaffaqiyat qozonishingiz uchun birinchi shaxs sifatida shakllanishingiz kerak. Ya'ni o'sha muvaffaqiyatga moslashishingiz kerak, mos bo'lishingiz kerak. Moliyaviy savodxonlikka to'xtaladigan bo'lsak, siz har qancha pul topishingizdan qat'iy nazar moliya haqida bilmasangiz, xuddi mashinangiz bor, yo'l harakati qoidasini bilmagandek gap. Moliyani to'g'ri o'zingiz shaxsiy moliyangizni boshqarishni bilmasangiz, moliya haqida hech qanaqa muvaffaqiyat haqida o'ylamasangiz ham bo'ladi. UTP, ya'ni unikal taklif yaratish haqida agar bilimlarni bilmasangiz, unikal taklifsiz siz mijozlar oqimini oshira olmaysiz va ularni ushlab qola olmaysiz. UTP kakras siz mijozlar oqimini oshirish va ularni ushlab qolish. Agar siz UTP mavzusini bilmasangiz, demak komanda qura olmaysiz. Sababi sizda mijozlaringiz, zakazlaringiz ko'paygandan keyin komanda kerak bo'ladi. Demak, komanda qurishdan oldin UTPni bilishingiz kerak. Ana undan keyin kuchli jamoa qurishga to'xtaladigan bo'lsak, jamoa qurishda ham o'zini zo'r tochkalari bor, ya'ni bilimlari bor. U jamoa qurishdagi u bilimlarni siz o'zlashtirmasangiz, kuchli jamoa qura olmaysiz. Ana o'sha mavzularni inshaalloh biz to'liq yoritib beramiz. Birinchi mavzuga, shaxsiy rivojlanish mavzusiga to'xtaladigan bo'lsak, endi agar bu shaxsiy rivojlanishga biz chuqurroq kirsak, juda ham katta mavzu bo'lib ketadi. Men qisqacha eng asosiy gaplarni, ya'ni ключевой momentlarni aytib o'taman. Eng birinchi siz yo'qlik tafakkurdan xalos bo'lishingiz kerak. Sizda shunaqa ustanovka bo'lish kerak. Bu olamda Alloh taolo yaratgan ne'matlar cheksizlikda yaratilgan. Hamma narsa xuddi havoga o'xshab, pul ham xuddi shunday, ish ham xuddi shunday, insoniyat ham xuddi shunday, mijozlar ham xuddi shunday. Birinchi yo'qlik tafakkurdan xalos bo'lasiz. Keyin hayotingizni doimiy rejalashtirasiz. Hozir qanaqa yashayapsiz, kelajakda qanaqa yashashingiz kerak? Misol uchun bugungi kuningiz qanaqa o'tdi? Bugungi kun kechqurun ertangi kuningiz haqida reja qilishingiz shart. Ya'ni ertangi kun nechta pul topishingiz kerak, nechta mijoz bo'lishi kerak, uni siz aniqlikda bilishingiz kerak. Keyingisi haftalik reja. Haftalik reja bir hafta haftangiz, hayotingiz qanday o'tdi? O'sha bir haftada siz nechta mijozga xizmat ko'rsatdingiz, jamoangizda necha kishi edi va keyingi haftaga siz kerakli bo'lgan pul, ya'ni sizdagi ehtiyojingizni qondiradigan pul necha bo'lishi kerak, shunga qarab nechta mijozga xizmat ko'rsatish kerak. Uni rejalashtirish kerak. Chunki psixologiyada men hayotimda shuni bildimki, yozilmagan narsa amalga oshmas ekan. Qachonki yozasiz-ku, xuddi u yozilgan hayotingizda strategiyasida u shuni amalga oshadi inshaalloh robbil alamin. Ana undan keyin ishdagi reja. Juda ham muhim narsa. Misol uchun sizda 2-3 ta shogirdingiz bor. Shu narsa o'zimning hayotimda ham shu narsa bor edi. Sizda shunaqa fikr bo'ladiki, eng yaxshi ishni siz o'zingiz bajarasiz, shogirdlar unchalik professional emas. Lekin agar bitta obyektda ishlayotgan bo'lsangiz, sizni 4 baho oladigan shogirdingizda ham, 3 baho oladigan shogirdingizga ham, 5 baho oladigan shogirdingizda ham u ishlar bor. Siz demak ishingizni rejalashtirishingiz kerak. Ishingizni bitta obyektga bordingiz, birdaniga ishni reja qilib, sen bu ishni qilasan, sen bu ishni qilasan, sen bu ishni qilasan deb rejalashtirish kerak. Chunki ishingiz tezroq bitishi sizga tezroq pul kelishini ta'minlaydi. Rejalashtirilmagan ish bir kunlik ishingiz 3 kun, 4 kunga cho'ziladi. Keyin moliyaviy rejalashtirish обязательно bo'lishi kerak. Masalan, sizga hozir nechta pul kerak va u pul nima uchun kerak degan sizda ustanovka bo'lishi kerak. Masalan, siz nimadir ish qilmoqchisiz, bir qurilish qilmoqchimisiz yoki kompaniyangiz uchun bir nima qilmoqchisiz yoki o'z faoliyatingiz uchun nimadir qilmoqchisiz. Hatto siz brend qildingiz, brendingizni tanish uchun pul kerak. Unda o'zi moliyaviy reja обязательно bo'lishi kerak. Moliyaviy rejangiz bo'lmasa, bugungi, ertangi, indingi bir oylik moliyaviy rejangiz bo'lmasa, bilingki, shaxsiy rivojlanishdagi eng asosiy ключевой momentlarni siz bilmas ekansiz. Uni qilib olishingiz kerak.
Endi instrument o'laroq shaxsiy rivojlanish uchun nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Bitta aytib o'taman. Eng birinchi yo'qlik tafakkurdan xalos bo'lasiz. Va bu dunyoda Alloh taolo hamma narsani cheksiz qilib yaratgan ekanligi haqida miyangizga ustunovka qo'yasiz. Ikkinchisi, hayotingizni doimiy rejalashtirasiz, rejasiz yashamaysiz. Uchinchisi, haftalik reja qilasiz. To'rtinchisi, ishdagi rejangizni qilasiz. Ish faoliyatingizdagi rejani обязательно qilasiz, yozib olasiz. To'rtinchisi, moliyaviy reja qilasiz. Beshinchisi moliyaviy reja qilasiz. Bu shaxsiy rivojlanishdagi eng asosiy ключевой bilimlar, instrumentlar. Undan keyin yana bu sohaga kirmoqchi bo'lsangiz, o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu katta mavzu umuman olganda. Endi ikkinchi mavzuga o'tayotgan bo'lsak, moliyaviy savodxonlik. Moliyaviy savodxonlik nima uchun kerak? Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, siz necha pul topishdan qat'iy nazar xarajatlaringiz o'sha bilan baravar yuradi. Siz 3 million so'm bir oyda topsangiz ham o'sha 3 million so'm bilan yashab o'tasiz, hech kim ochidan o'lmaydi. Lekin 20 million so'm pul topsangiz ham o'sha 20 million so'm ketadi. Xuddi 3 million so'm yo'q bo'lib ketganda 20 million so'm yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun siz shaxsiy topayotgan pulingizni eng birinchi moliyaviy hisob moduli asosida boshqarishingiz kerak. Pul boshqaruv moduli bor. Xuddiki mashina sotib olsangiz, mashinani siz rulda o'tirasiz, lekin mashinani qoidalar boshqaradi. Siz faqat bu yerda ijrochi bo'lasiz. Qayerda to'xtash kerak, qayerda burilish kerak, qayerda tezlikni kamaytirish kerak, qayerda ko'paytirish kerak. Xuddi shunday shaxsiy moliyada modul hisob bor. Siz agar modul hisob bilan moliyangizni boshqarishni o'rgansangiz, o'z-o'zidan hammasi cho'tka bo'ladi. Qarang, pul haqida birinchi fikringizni o'zgartirishingiz kerak. Pul aslida siz uchun nima? Kimdir aytadi pul energiya deydi. Kimdir aytadi shunchaki unikal almashinuv vositasi deydi. Kimdir aytadi pul bu qo'lda kiri deydi. Kimdir aytadi pul bu problema deydi masalan. Aslida pul siz uchun nima? Nima ekanligini aniqlab olishingiz kerak. Men uchun pul eng asosiysi, eng zo'r qulay ishchi men uchun. Oldinlar puldorchilik davri bo'lgan-ku, qullar ishlagan, hojalarga pul olib kelgan. Endi hozir puldorchilik zamondamiz hozir. Kimning puli ko'p bo'lsa, kim pul haqida fikrini to'g'rilasa, pulni o'zi uchun eng yaxshi ishchi deb qabul qilsa, o'shandagina pul ko'payadi inshaalloh. Uchinchisini oladigan bo'lsak, siz o'zingizda agar pul haqida eng muhim bo'lgan narsa, siz o'zingizda jamg'arish ko'nikmasini rivojlantirishingiz kerak. Pulni jamg'arish ko'nikmasini rivojlantirishingiz kerak. Endi siz pulni jamg'arish uchun eng birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, siz o'zingizda zararsizlik nuqtangizni bilishingiz kerak. Zararsizlik nuqtangizni bilganingizdan keyin pul o'z-o'zidan jamg'arila boshlaydi. Bu ham alohida bir katta bir mavzu, lekin instrument o'laroq eng birinchi kerak siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa, demak, pul haqida modul hisobni joriy qilishingiz kerak. Ikkinchisi, pul haqidagi fikringizni o'zgartirishingiz kerak. Pul bu qo'lda kiri deydigan bo'lsangiz, demak, xuddi qo'lda kiri yuvilganda pul ham yuvilib ketaveradi. Uchinchisi, jamg'arish ko'nikmalarini o'zida shakllantirishingiz kerak. Uchinchi mavzu OTP, mijozlar uchun unikal taklif yaratish. Tasavvur qiling, sizning hududingizda yuzlab santexnik ustalar bor. Demak, 100 ta santexnik usta bor ekan, menga ish kam, boshqa santexniklar ishlarni olib ketyapti degan fikr sizdagi eng asosiy baryer. Pul topishingizda, mijozlar oqimini oshirishingizda eng katta bu to'siq. Siz o'sha to'siqni olib tashlashingiz kerak. Demak, siz shunday qilishingiz kerakki, o'sha 100 ta usta qilmaydigan qanaqadir unikal taklif o'ylab topishingiz kerak. Men o'zim o'ylab topganman. O'ylab topishingiz kerak va uni o'zingizda faoliyatingizga joriy qilishingiz kerak. Ana o'shandagina mijozlar oqimi oshadi va mijozlar siz bilan bir umr qoladi. Masalan, men nima qilganman? Eng birinchisi, men mijozda uyda ishlagan paytim, masalan, hech kim qilmaydigan, hech qaysi usta qilmaydigan ish, misol uchun men vanna xonasida ishlaymanmi, tualet xonasida ishlaymanmi, o'zimdan keyin uborka qilib ketganman. Faqat instrumentlarni yig'ishtirish emas, o'zimdan keyin shipirib, artib, hatto o'sha shotkasi bormi, shipirgisi bormi, devoldagi putanaklarni ham olib ketganman-da, shu xuddi santexnik ishlamaganday qilib ketganman. Men uchun bu eng zo'r unikal takliflarning bittasi bo'lgan. Mijozlarda o'zimdan yaxshi xotira qoldirish uchun. Endi ikkinchi instrumentga keladigan bo'lsak, har bir mijoz uchun siz har doim ijobiy emotsiya qoldirishingiz kerak.
E'tibor bering, hayotingizda faqat emotsiya bilan bo'lgan hodisalargina bir umr esingizda qolgan. Masalan, agar uylangan akaxonlarimiz bo'lsa, uylanganingizdan keyin o'sha to'y vaqti zo'r esingizda qolgan, xuddi kechagi kunday eslaysiz, to'yingiz bo'lgan kunni masalan. Yoki Alloh saqlasin biron bir ta'ziya bo'lgan bo'lsa, uyingizda bir ko'ngil xushlik bo'lgan bo'lsa, siz negativ emotsiya bilan uni xotirangizda qolgan bo'lsa, uni xuddi kechagidek eslaysiz. Demak, agar siz mijozli uyiga borib, ishlashish jarayonida negativ emotsiya qoldirib kelgan bo'lsangiz, bilingki, mijoz u negativ emotsiyani bir umr unutmaydi. Agar siz pozitiv emotsiya qoldirib kelgan bo'lsangiz, bilingki, o'sha pozitiv emotsiyani mijoz hech qachon unutmaydi va har doim santexnika muammosi bo'lgan payt siz esiga tushasiz. Keyin har doim 9 ga 18 qoidasiga rioya qiling. Ya'ni 9 ga 18 degan qoida bor. U qoidani siz o'zingizning faoliyatingizda joriy qilishingiz kerak va o'sha qoida asosida ishlashingiz kerak. Bu nima degani? Insonda, odamzodda shunaqa psixologiya bor. Agar siz mijozga ijobiy hissiyot qoldirgan bo'lsangiz, mijoz 9 ta odamga aytmasdan to'xtamaydi. Bilib qo'ying, o'zi aniqki 9 ta naqd reklamangiz bor kamida. Agar siz negativ emotsiya qoldirgan bo'lsangiz, aniqki mijozingiz 18 ta odamga aytmasdan uni to'xtamaydi. U qo'shnisiga aytadi, qarindoshiga aytadi, telefonda dugonasiga aytadi. Xullas 18 ta odamga sizda yomon usta ekanligingizni aytmasdan u mijozingiz to'xtamaydi. Shuning uchun siz har doim e'tibor berishingiz kerak. 9 ga 18 qoidasi. Demak, agar yaxshi emotsiya qoldirdingizmi, 9 ta bepul sarafanka sizga naqd. Shunga e'tibor bering. Uchinchi instrument sifatida men sizlarga shuni aytishim kerakki, juda muhim instrument haqida gapiryapman. Siz klientskiy baza shakllantirishingiz kerak. Har bir mijozingizni telefoningizga ismi bilan yozib qo'yishingiz kerak. Hatto adresi bilan yozib qo'yishingiz kerak. Mijozingiz sizga telefon qilgan payti, shuna qarab, assalomu alaykum, Alisher aka, yaxshimisiz, salomatmisiz aka? Ha, bir 6 oycha oldin sizning uyingizda xizmat ko'rsatuvdiga, yaxshi, bolalaringiz yaxshimi? Ishlayapsizmi? Nima xizmat? Ana bu borki, bu murojaatingiz, bu mijoz bilan gaplashishingiz mijozda shunaqa zo'r emotsiya qoldiradi. 6 oy oldin ishlab ketgan usta meni hatto ismimni unutib qo'ymabdi degan hissiyot bo'ladi unda. U ya'ni borki, men shunaqangi muhim mijoz ekanmanki, shu usta uchun meni unutmabdi degan hissiyot bu beradi. Bu zo'r narsa. Keyin siz mijozingiz uchun eng qulay ustaga aylaning. Masalan, mijozli uyda faqat santexnika emas-ku. Mijozli uyda elektrika misol uchun muammosi bo'lishi mumkin. Mijozli uyda kuxonniy garniturini eshigi osilib qolgan bo'lishi mumkin, bo'shab qolgan bo'lishi mumkin. Mijozli uyda lampochka yonmay qolgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Siz santexnik sifatida kirdingiz, lekin sizdan ozginagina vaqt va energiya ketadi, to'g'ri, lekin siz shuni adverkazni olingda, mijoz shkafini qisib qo'ying. Lampochkasi yonmay qolgan bo'lsa, iloji boricha yoqib qo'yishga harakat qiling. Chunki mijozingiz davlat ishida ishlashi mumkin. Yoki mijozingizda umuman bunaqa qobiliyatli bo'lmasligi mumkin. Misol uchun lampochka almashtirish, shkaf to'g'irlash, balki atverkasi yo'qdir umuman, masalanda. Lekin shu siz ozginagina qilgan ishingiz bilan mijozda zo'r emotsiya qoldirasiz va mijozingiz sizga qayta murojaat qilishga asos qoldirgan bo'lasiz. Keyin yana bir narsa e'tibor bering. Mijoz bilan qayta aloqani shakllantiring. Hatto bir SMS bilan. Keyin mijozingizni men o'zim nima qilganman? Mijozimni telefonimga KL harfini qo'yaman-da, ismini va uyini nomerini yozib qo'yaman. Ismi, misol uchun KL Sohibjon aka, 56-uy, misol. Yoki KL Farangiz opa, 48-xonadon yozib qo'yaman. O'shanda shuni telefon qilgan payti klientlarda endi u kelishni Farangiz opa, Sohibjon aka deb bemalol murojaat qila olasiz. Ya'ni esingizdan chiqmaydi. Keyin mijozlar bazasini shakllantirgan paytingiz ham misol uchun SMS bo'limiga kirsangiz, gruppa bor. Родственники bor, друзья bor. Misol родственникiga men KLni teraman, hamma KL harfi bilan saqlanib qilingan mijozlarimni родственникka va o'sha друзьяga добавить qo'yaman. Bitta SMS yozaman-da, o'sha родственникiga bitta bosaman, bu degani birdan 400-500 ta mijozimga birdan bitta SMS ketadi. Ya'ni SMS sizni eslatib turadi borligingizda. Bu bash zo'r instrument. Buni ham hayotingizga tatbiq qiling. Ya'ni ish faoliyatingizga tatbiq qilishingizni maslahat beraman. Har bir mijoz bilan qayta aloqa eng osoni, eng arzoni, может bepuli o'sha SMS. SMS xabarnoma. O'zingizdan qanaqadir misol uchun Ramazon kelyapti.
falonchi usta, misol uchun, agar sizda brendingiz bo'lmasa, falonchi usta sizni Ramazon Sharif bilan tabriklaydi kelib kelgan va Ramazon Sharif munosabati bilan o'z xizmatlarimizga 10% yoki 15% chegirma e'lon qilamiz deb mijozingizga eslatma berib qo'ysangiz, bu вообще chotki pozitiv hissiyot qoldirgan bo'lasiz. Demak, mijozlar uchun unikal taklif yaratish bu birinchisi, har bir mijozingizga ijobiy hissiyot qoldirishingiz kerak. 18 ga 9 qoidasiga rioya qilishingiz kerak. Ikkinchisi, har bir mijozlar ro'yxatiga, ya'ni klientskiy bazani shakllantirishingiz kerak. Uchinchisi, har bir mijozga qayta aloqani yo'lga qo'yishingiz kerak. 3 ta instrument, lekin eng asosiy instrumentlar bular. Kuchli jamoa shakllantirish haqida endi gapiramiz. Bu 3-mavzumiz bo'ladi. Kuchli jamoa har doim g'oya ostiga to'planadi. Siz kuchli jamoani g'oya ostida to'plashingiz kerak. Sizga kelayotgan jamoa har doim pul uchun keladigan kishilar bo'ladi. Undan tashqari, prosta vaqtini ish o'rganish uchun keladigan ustalar bo'ladi, yoki prosta vaqtini o'tkazish uchun keladigan ustalar bo'ladi, yoki g'oya uchun keladigan ustalar bo'ladi. Kuchli jamoa har doim g'oya ustida to'planadigan bolalar hisoblanadi. Sizning jamoangizda agar 5 kishi, 6 kishi, 10 kishi, 15 kishi bo'ladigan bo'lsa, siz uni formulasi bor. Qaysi jamoangizdagi xodim qaysi formulaga tushadi. Men o'zimni jamoamni ana shunday formulaga bo'lib chiqaman. Точно bilaman. Falonchi xodimim mana shu anonga formulaga tushadi. Bu bilan bunaqa muomala qilish kerak. Bunisi bunaqa formulaga tushadi, buni bunaqa muomala qilish. Ya'ni formulaga solishingiz kerak. Kuchli jamoani har doim g'oya ostiga to'plashga harakat qilishingiz kerak. Agar kuchli jamoa qurmoqchi bo'lsangiz. 90 ga 5 qoidasi bor. 90 ga 5 qoidasi sizda necha kishi bo'lishidan qat'iy nazar 5% gina komanda hisoblanadi, ya'ni jamoa hisoblanadi. 95% kollektiv hisoblanadi. Siz o'sha 10 ta jamoangizda 10 ta kishi bo'lsa, siz uni hammasini komanda deb hech qachon hisoblamang. Uni siz kategoriyaga bo'lib olishingiz kerak. 5% komanda bo'ladi, 95% kollektiv bo'ladi. Endi kollektivni ichiga kiradigan bo'lsak, kollektiv ham hammasi 95% sizga kerak bo'ladigan kollektiv hisoblanmaydi. Uni ichidan 15% banda bo'ladi. Qolgan qismi 85% qolgan, 75% qolgan bo'ladi. O'shanda 75% sizda kollektiv hisoblanadi. Banda nima degani? Banda degani ular yomon odamlar emas, yaxshi odamlar, ishni zo'r qilishi mumkin, chiroyli muomala qilishi mumkin, lekin ular har doim sizdan ish o'rganib, ish o'g'irlab, o'zi komanda shakllantirishga, o'zi kompaniya shakllantirishga, kompaniya qurishga harakat qiladigan odamlar. Va shunaqangi odamlarki, misol uchun siz mijozga yuborsangiz uni, u boradi, yaxshi muomala qiladi, ishni chotki qilib beradi, keyin aytadiki, opaxon yoki akaxon, yana kerak bo'layotgan bo'lsam, to'g'ri o'zimga chiqavering deb o'zining nomerini tashib keladi. Mana shunaqa toifadagi odamlar sizni jamoangizdagi bandalar hisoblanadi. Bandalar kerakmi? Bandalar kerak. Bandalarni ham urushib haydab yuborish kerak emas. Bandalarga prosta o'ziga yarasha muomala qilish kerak. Siz bandani jo'natgan mijozingizga обязательно qayta aloqa qilishingiz kerak. Komandani, kollektivni yuborgan mijozlaringizga qayta aloqa unchalik muhim emas. U faqat qayta aloqa sizni o'zingizni yana qayta sizni borligingizni eslatib turish uchun, atak banda bo'lgan odamga обязательно qayta aloqa qilib, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Biz jo'natgan xodim falonchi aka, misol uchun Jamshid aka borgandilar, ishni qanday qilib berdi? Shu yaxshi qilib berdimi? Ko'nglingizdan chiqdimi? Pulni ko'p olmadimi? Agar baholashga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, necha ball bilan baholaysiz? Masalan, 1dan 5 gacha baholash kerak bo'lsa, qaysi bahoni qo'yasiz Jamshid akaga? 2 mi, 3 mi, 5 mi? Opajon yoki akajon, yana kerak bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri call centrimizga, ya'ni mana bu raqamga murojaat qilavering. Agar Jamshid aka bo'lmagan taqdirda ham biz sizni Jamshid aka qilgan ishga biz javob beramiz degan taklif bo'lishi kerak va bizda aytib qo'yishingiz kerak. Bizda mijozlar bazasi bor va biz mijozlarga bonuslarni yo'lga qo'yganmiz. Qayta aloqalar uchun biz bonuslarni joriy qilganmiz. Yoki sadoqatli mijozlar ro'yxatiga tushsangiz, sizga вообще zo'r bonuslarimiz bor. Pul mukofotimi yoki bir restoranga vouchermi yoki biron bir uyda maishiy texnikami deganda biz yo'lga qo'yganmiz, siz ham yo'lga qo'yishingiz mumkin. Endi 3-instrumentga keladigan bo'lsak, jamoa shakllantirishdagi 3-instrument, asosiy instrumentlardan 3-inchisi siz jamoaga ishlarni taqsimlab berishingiz. Masalan, bitta
jamoangizda bitta odam bor, bitta xodimingiz bor, zo'r payka qilishni biladi. To'g'rimi? Zo'r payka qilishni biladi. Lekin yana ba'zi bir xodimlar bor, u payka qilish shuncha eplolmaydi, lekin u radiatorni zo'r o'rnata oladi yoki smisterni zo'r qila oladi. Yana bitta xodimingiz bor, misol uchun unga payka qilish, montaj qilishni bersangiz, u bir nima qiladi-da, chipi qiladi. Uning ishonchi u har doim 3 baho olgan, 5 baho olmagan. O'shanda siz misol uchun bitta obyektga kirdingiz, birdan siz taqsimlab berishingiz kerak. Falonchi uka, sen taqiladi 7 ta radiatorda, masalan 2 soat vaqt 7 ta radiatorda podokonnetga shuncha santimetr, poldan shuncha santimetr o'rnatib chiq. Boshqa narsa qilma. Seni vazifang radiatorni tekislab o'rnatish. Keyin ularga zo'r payka qiladigan odamingizga aytdingiz, uka, sen faqat payka qil, boshqa ish qilma. Keyin boya radiator o'rnatgan bolaga aytdingiz, radiatorlarni o'rnatib bo'lasan, katyol mana joyga o'rnatiladi. Birdan katyol shunga ilasan, areston mana joyga ilasan. O'zi bu yerda ish taqsimlanadi. Sizni misol uchun yaxshi ishlaydigan xodimingizga agar hamma ishni unga berib qo'ysangiz, va yaxshi ishlamaydigan xodimingiz o'tiradi bir chekkada, simichka chakib, kola ichib o'tiradi. Bu yaxshi ishlaydigan xodimingiz hamma ish qilishga to'g'ri keladi. Bu o'z-o'zidan ish jarayoni cho'zilib ketadi. Bir kunlik ish 3 kun, 4 kunga cho'zilib ketadi. Lekin siz ishni taqsimlab berishni o'rgansangiz, boyaga bir kunlik ish kerak bo'lsa yarim kunga bitadi, inshaalloh robbil alamin. Demak, kuchli jamoa shakllantirish uchun men birinchi jamoa qurishdagi kuchli g'oyani aytdim. G'oya ostida jamoa shakllantirish kerak. Ikkinchisi 95 ga 5 qoidasiga rioya qilishingiz kerak, ya'ni jamoangizdagi xodimlaringizni kategoriyaga bo'lib olishingiz kerak. Uchinchisi jamoani ishini bo'lishtirib berish kerak. Ana o'shanda inshaalloh kuchli jamoa qurish uchun yaxshi sharoit yaratgan bo'lasiz. Xulosa keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, men eng asosiysi mana shu instrumentlarni hayotimga tatbiq qilib, joriy qilibgina kuchli jamoa shakllantirdim va kompaniyam o'z-o'zidan o'sa boshladi. Daromadimiz ham ko'paydi, komandamiz ham kengaydi va undan keyin biz maktab ochdik. Maktab ochishga sharoit yaratildi. O'ylaymanki, sizlar ham bu bilimlarni hayotlaringizga tatbiq qilib zo'r natija qilasizlar inshaalloh. Do'stim, menda siz uchun bir taklif bor. Hozir yuqorida o'tilgan bilimlar, darsliklar bizni Santexnik maktabimizda o'tilgan darsliklarni atiga 5% tashkil qiladi. Ana endi qolgan 95% ni o'rganib hayotingizda tatbiq qilsangiz, qanaqa zo'r natijalar bo'lishi haqida o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. Lekin maktabimiz hamma uchun emas. Keling, maktabimiz kimlar uchun ekanligini ko'rib chiqamiz birgalikda. Maktabimiz daromadi bir nuqtada qotib qolgan, yo'l ko'rmayotgan, dalishi vision ko'ra olmayotgan Santexnik ustalar uchun va o'z sohasini jamoa qurib, o'z sohasini rivojlantirib, o'z sohasini biznesga aylantirmoqchi bo'lgan ustalar uchun. Endi do'stim, Santexnika maktabimizda o'tiladigan mavzular haqida sizga ma'lumot beraman. Eng birinchisi, Santexnikani Evrostandart asosida o'rganasiz. Undan keyin do'kondan katyollarni noldan diagnostika qilish va remont qilishni o'rganasiz. Undan keyin teplovoy nasos va teplopoteriya darsligini o'rganasiz. Shu mavzuni chuqurroq o'rganasiz. Inshaalloh. Undan keyin obyektlarni loyihalash va hisob-kitobini o'rganasiz. Ana undan keyin hukumatimiz tomonidan xalqaro sertifikatga ega bo'lasiz. U sertifikat bilan siz Yevropa davlatlariga chiqib ketishingiz juda oson bo'ladi. Viza olishingiz. Eng asosiysi, Santexnik sifatida tadbirkorlik ko'nikmalariga ega bo'lasiz. Meni hayotimni o'zgarishiga sabab bo'lgan bilim ham eng asosiysi tadbirkorlikni o'rganish bo'lgan. Siz birinchi tadbirkorlikni o'rganasiz, ana undan keyin asta-asta biznesga spokойно o'tib ketsangiz bo'ladi. Darslar oxirida ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zingizning uslubangizni, xizmatingizni to'g'ri reklama qo'yib, bir oyda kamida 30 ta 40 ta mijoz jalb qilishni o'rganasiz inshaalloh. Maktabimiz Samarqand shahrida joylashgan va viloyatdan kelayotgan o'quvchilar uchun hamma sharoit bor. Yotoqxona, toza ko'rpa, pastellar, idish-tovoq, xullas yashash uchun hamma sharoit bor. Foziljon aka, bir oydan beri qarib o'qiyapsiz bizning maktabimizga. Xorazmdan keldingiz aka. Endi darslar sizga ma'qul bo'lyaptimi? Fikringizni aytsangiz. Darslar zo'r, juda ham zo'r. Xudo xolasa, Santexnik, do'kon turnikatol, shaxsiy rivojlanish, quyosh panel hammasi uchun tashakkur, rahmat sizga. Zo'r bo'ldi. Xudo xolasa, Xorazmlar tavsiya etaman. Kelasizlar, o'qisizlar. Pullardan normalni ham yotoqxonalarni zo'r lekin. Rahmat, baraka toping. Siz aka harakat qiling. Siz bilan birga Xorazmda ham ochaylik maktabni. Xudo xohlasa. Bo'ladi-ku. Xudo xohlasa. Qani ustachilik yuraveramizmi? Xudo xohlasa. Rahmat sizga, baraka. Rahmat, sizga rahmat. Andijonlik shogirdimiz, birodarimiz Muhammad Soliddin darslar haqida hozir so'raymiz. Do'stim, qanday bo'lyapti?
Darslarimiz xudo xolasa yaxshi, kutganimizdan a'lo bo'lyapti. O'zim ham ancha paytdan beri shu sohada ishlab kelaman. O'zimizni ustada bilardik, aslida hech narsani bilmas ekanmiz. To'g'risi, bilmaganlarimizni o'rgandik. Ular ichida ko'proq yoqqani shu sizning darslaringiz bo'ldi. Dunyo qarashimiz o'zgardi deb hisoblasak ham bo'ladi. Dunyo qarashimiz o'zgardi. Biz oldin faqat ko'p pul topsak boy bo'lamiz deb o'ylardik. Yo'q, biz pulni boshqarishni bilmas ekanmiz. Shunaqa darslarda o'tdik. Albatta, santexnika darslarimiz ham yaxshi, zo'r bo'ldi. Ayniqsa do'q-ko'tirnikatyol va aytaylik, teplov bateriyalar hisoblash, kollektorlar qanday qilinadi, bular hammasi biz uchun to'g'risi aytsam yangilik bo'ldi. Biz uchun yangilik bo'ldi. Biz eski tizimda qolib ketgan ekanmiz. Biz yangi tizimlarda o'rgandik va qolganlarga ham tavsiya qilamiz. Kelinglar, o'qinglar, o'rganinglar. Va siz maktabimizda berilayotgan bilimlarni hayotingizga tatbiq qilganingizdan keyin hayotingizni 5, 10, 15 barobar yaxshilanishiga men kafilman. Sababi shu bilimlarni hayotimga tatbiq qilib, o'z hayotim sifatini yaxshilaganman. Shuning uchun o'verim bo'lib qo'rqmasdan ayta olamanki, sizga ham bu ish beradi inshaalloh. Do'stim, yuqorida bergan bilimlarimni albatta hayotingizga tatbiq qilib ko'ring. Tatbiq qilsangiz albatta natija bo'ladi. Chunki men o'zim ham bu bilimlarni hayotimga tatbiq qilib, natija ko'rganman. Shuning uchun men o'verim bo'lib gapirishim mumkin. Do'stim, maktabimiz haqida batafsil ma'lumot berdim deb o'ylayman. Maktabimizda o'qish niyatingiz bo'lsa va yana ham batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, video ostidagi link orqali ro'yxatdan o'ting. Mutaxassislarimiz siz bilan bog'lanib va yana ham to'liqroq ma'lumot berishadi. Shu o'rinda aytmoqchiman, bu bilimlarni albatta hayotingizga tatbiq qilib ko'ring. Va bir nuqtada hech qachon qotib qolmang. Bilingki, usta ham, santexnika ham millioner bo'lish mumkin. Agar harakat qilsangiz, sizdan harakat, Alloh taolodan baraka. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling va bizda arzimas xizmatimizni like bilan mukofotlab qo'ying.